Çok. Yangi zaman psixologları. Bu bir rayimsiz bir tecrübe işlegan, rayimsiz deymiz endi. Bu qandaq rayimsiz tecrübe işlegan desangiz, bu bir chashqonni bir qapazga sulab, bu qapazning barliq iliqi chiqish eshikdan, eg'izdan itib chiqolmaydigan qilib qo'yibdi. Buning tok so'qqizganda rayimsiz erishuvda chashqon bir jonliq u. Buning tok so'qqizgandan keyin bu tokdan hayvonlar intan qo'rqadi. Neticede bu bütün şu qapazga beshini uyan-qurib başlayır. Tokdan zarbisi şu. Qech ketaman deb endi. Uyg'anda qapazda. Biroq bu qapazdan men itib qo'ygandan keyin qachonmagan bu. Anikin aytsim shunday qilgan, qachonmagan, yana bir kunim shunday qilgan buni. 3-4 kun davomlashtirgan. 3-4 kun davomlashtirgandan keyin 5-6 kun tashlab etgan buni. Tashlab etib, undan keyin yana bir qapaz layilgan. Bu qatam qapazning eshiklarini ochib etgan. İşke çık. Anda bu chashqonga tokni yana so'qqizganda g'al etish yuz bergan. Nima yuz bergansa, bu chashqonlar chiqib ketmagan. Birinchi qatam chiqolmagan. Tak. Ikkinchi qatam bu uchiqdisimi, qapazdan chiqcho, tok so'qqisa, shunday tug'an chiqolmagan. Buni ishqimi sinab qilgan o'xshash hodisa yuz bergan. Martin Seligman bu xulosani Xi Guangxing vujugan deb atagan. Yani buna habitual helplessness. Yani Xi Guangxing vujugan yani odat xarakterlik amansızlık deb atagan. Bu tecrübenin biz insanlar için ahamiyati intayin zo'r. Qarang, u avval tok so'qqizda chashqonga biz buni jingli deymiz. Tok so'qqizda qachonmidi bu bir kechirmish bu. Jonazman jingli. Bu 3-4 qatim sinab baqdi-da, qechishga tirishdi, qachonmidi. Bu xil kechirmishdan keyin shakllangani inner belief, ya'ni ichki aqidada. Ya'ni ko'rdingizda siz biz jingli qildingizmi, ko'zingiz ko'rdingizda, men shunday nima qilsam, qachonmagandim. Qachonmagan men kechirmish. Andan keyin inner belief, ichki aqidada. Baribir qachonmayman, qarang, baribir qachonmayman. 3-bosqichda isbot to'plash. Mana qachonmadim-ku. Yani bu nima tushundirdi degan vaqtda nurg'unlarimiz biz kichik vaqtlarimizda biz bakchiq narsa omonsiz qolamiz. Bu bizning aqliy ixtiyorimizning, jismoniy ixtiyorimizning ojiz bo'lganligidan, hargiz bizning hozirgi o'zimizning ojizligidan emas. Balliq vaqtidagi ojiz, aqliy ixtiyorimiz ojiz bo'lsa, biz bakchiq narsa omonsiz qolamiz. Bu jingli bu-chu. Bu kechirmish bu, jingli. Bu xil kechirmish odamning nervisidan. Men qılanmagan. Men amalsız qalgan. Baribir men amal qılanmayman. Qarang, men amal qılanmagan. Kechirmishda amal qılanmagan, amalsız qalgan. Men baribir hamda amal qılanmayman. Amalsız qalaman. Ki aqida oldima, hamda keyingi hayotida isbot to'playmiz. Mana amalim yo'q-ku, mana qılanmadim-ku. Mana men nima dedim, mana qılanmayman demdimmi? Butunlay ko'ngchi isbot to'plab yashaydi-da. Demek bu xillik mo'shi, bu xil shunqancha ko'pincha odamlarning hayot taqdirini ta'tir aylanmada saqlab qoldi. Buni hamda